Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan birga men Veko Dragon Uz kanali. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Super Meduelist Stickman o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Joyingizga yaxshilab o'rnashib olingan unda biz videoni boshladik. Xo'sh, birinchi bo'lib biz PvP qilib ko'ramiz. Ya'ni PvP jang qilamiz. Nega rangga bunaqa turibdi? Menga yashil rang kerak. Vay lanat. Men shu rasmga olganni yo'q to'ymanda. Endi esa men o'z qurollarni randomda qo'yaman. Randomda har xil qurollar tushadi. Ana buni hardcore'da qo'yamiz. Ketdi bo'lmasa mobunachilar. 7-chi o'yinni o'z ko'taramiz. Xo'sh, o ketdi. Oo, menga arbalet tushibdi. Mabla. Pastga tushib qo'ydi. Buni ham kallasi tushar ekan, pastga tushdi. O'lib ketdi. Yaxshi, obunachilar 7 ta tangim yutdi. Bilasizlar-ku. Voy. Qalamchamga tiqib oldi. Mana oyog'imning o'rtasida qalamcham bor-ku. O'shanga tiqib oldi. Qoch. Easy kela. Easy вообще. Ikkilamizga ham bir xil qurol tushdi. Qizil mashakni eng ahmoqona o'lim bilan tabriklab qo'yamiz. O'limni yuqoraman naf, yana bir xil qurol. Yibli. Yo'q, men o'lmayman, TV'ga uchaman. Reklama. Yo'q, reklama emas ekan. Xo'sh, ketdi. O'laman. Vopani. Hop. Yaxshi. Yo'q. Bilmasdan o'lib qoldim. Endi tasodiflar ham bo'lib turadi. Hujma o'lib ket. Endi boks qo'lqoplarimdan hujumlanib ketasan, ha? O'zingga o'rgimchak odamni yasab o'libsan. Kelinglar obunachilar. Yaxshi, endi futbol o'ynab ko'ramiz. Obunachilar, sizlarga bitta gapim bor. Ko'pchilikning xabari bo'lmasa kerak bu narsadan. Ushbu Super Meduelist Stickman o'yinini o'ynaydiganlarda mini game, ya'ni futbol o'yiniga yangilanish ketdi. Ajoyib yangilanish. Shaxsan men buni o'zim 1-2 marta o'ynab ko'rdim va bu juda ham ajoyib ekan. Birinchi bo'lib basketbol o'ynab ko'ramiz. Men 2 kishilikka qo'yib yuboribman-ku. Vayloy, hozir obunachilar. Bo'ldi. Hamda qurollar ham bo'ladi desam, qurollar 3 putdagi. Menga ber. Hoppa. Ko'ringlarmi? Men basketbolni yirtib yuboraman boshi. Voy. Bu yoqqa kel. Yo. Avtobus bo'lmoqchi. Voy, bля, buni qo'liga keladi. Voy, menga xalaqit berdi. Mana kitob. Maniki. Yo. Maniki. Hoppa. Ko'ringlarmi? Basketbolni yirtib yuboraman. Hayotda ham, o'yinda ham. Buni qo'liga borib keladimi? Meni qo'limga. Voy, aslicha qo'lda kelib 1 millimetrcha qoldi. Yo. Yo'q. Nega men to'pni ushlamayapman? Bering. Yo'q. Ushladim. Vay, shu yerda hatto qilishim kerak-a. Men ushlab oldimmi? Men ikkinchi marta ushlab oldim.
Birga kel to'pcha. Voy, bля. Bu yoqqa kel. Nega haddi uni qo'yasan uni? Yaxshi obunachilar. Ushladik. Yo, ushlamadim. Hop. Hoppani ko'rdinglarmi? Xo'sh, men buni qo'lga bordim. Voy, bля. Ana men qo'lga keldim. Ha. Ye reklama. Korotcha akalar, o'yin yana davom etmoqda. Men bu qismni yana men yutib qo'ydi. Meni qo'limga nima kelmaydi? Tutib qoldim. So'nggi lahzalarda. Menga kel. Yo'q, menga kel. Yo'q. Menga kel. Yo'q. Menga kel. Menga kel. Yo'q, nimaga qo'limdan chiqib ketib qoldi? Menga kel. Voy, bля. Yana qo'limga keldi. Voy, yana qo'limga keldi. Endi savat yetishmasa qo'limga kelar ekan-da. Buniki keldi. Yo'q! Voy. Obunachilar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Chunki bizni 50 ta obunachiga qarab ketyapmiz. To'g'ri, 20 ta obunachi yig'ib beribsizlar menga. Hammaga katta rahmat. Endi bizni keyingi maqsadimiz 50 ta obunachi. Shuning uchun iltimos ganistir. Har bitta videoni ko'rayotgan odam obuna bo'lsin, iltimos. Xullas, boshqa gapim yo'q. Bля. Uy, baribir yutqizdim-a. Anamga qisilib qolibman. Bunaqa qilsa ham bo'ladimi bunda? Yo'q. Menga kel. Yo'q. Menga kel. Yo'q. Menga kel. Yo'q. Saniya qoldi. Jitchi qoldi. Menga kel. Hoppa. Xo'sh. Endi akalar chata yeb qo'yapmiz. Endi kelinglar biroz futbol o'ynab ko'ramiz. Futbol qanaqa ekan? Futbolga ham yangilanish ketdi-yu. Mazanga Bularni vartalisi kuchli ekan-ku, ha? Yo. Yo'q, to'pni olib qo'yadi. Menga kel. Yo'q. Mana kelib o'yin boshlandi yana. Va zarba gol! Ajoyib gol akalar, ko'rdinglarmi? Вообще. Xo'sh, oyog'imga to'pni ol. Va ofsayd yo'q. Voy, ofsayd yo'q edi. Yo'q, avtogol bo'ladi hozir. Voy, avtogol. Voy, darvozabonim qo'limdan oyoq kiyishgan. Xo'sh, mana ofsayd yo'q. Voy, darvozabonni yana bir sherik hujumchi ushlab oldi. Va tip. Yo'q, qizdim. Yo'q, akalar. Xo'sh, men buni inasinikiga ko'rsataman endi. Ana avtogol. Ko'rdinglarmi? Yo'raman basharasini. Bu yerga kel. Bля, bratishka, yo'q. Ushla oldi oyog'i bilan. Oyog'i bilan ushladi. Meni oyog'im. Voy, oyog'imni olib qo'ydi. Menda oyoq bor menda. Ofsayd yo'q. Voy, nega buni darvozaboni yaxshi, meniki yomon. Bля, ofsayd. Voy, ushlayapti. Mana ushladim men. Ofsayd yo'q va gol emas.
Men oyoqqa yuborishim kerak buni. Yo'q! Avtogol. Va avtogol. Ajoyib. Xo'sh. Xullas, obunachilar videomizni o'z nihoyasiga yetadi. Xo'sh, agar ushbu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, ya'ni agarda sherikim bilan, ya'ni yana bir odam bilan o'ynashimni xohlasanglar, bas kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Nima ham dedim? Agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, juda ham xursandman. Hammaga xayr. Bo'lmasa videomiz tugadi.